Yapon jurnalisti Donald Trampga savol berdi. Nega siz Eronga hujumdan oldin ittifoqchilaringizni bundan xabardor qilmadingiz? Donald Trump javob berdi. Biz kutilmagan zarba berishni xohladik. Kutilmagan effektni Yaponiyadan yaxshi kim tushunadi? Nega sizlar bizga Pearl Harborga hujum haqida aytmagansizlar? Deb savol berdi Donald Trump jurnalistga. Butun dunyoda tinchlikka faqat Trump erisha oladi, dedi Yaponiya bosh vaziri. Eron masalasiga kelsak, yadroviy qurol ishlab chiqishni qabul qilib bo'lmaydi va Yaponiya ham bunga faol ravishda qarshi chiqib kelgan, deya qo'shimcha qildi Sanae Takaichi. Eron Isroilning Hayfa shahridagi neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi. Clash Report xabarlarga ko'ra, hujumdan so'ng shaharning bir necha hududida elektr ta'minoti uzilgan. Hayfadagi neftni qayta ishlash zavodi Isroilning eng yirik va eng muhim yoqilg'i obyektidir. U mamlakat dizel yoqilg'isining qariyb 60% ni va benzinning 50% ni ta'minlaydi. Eron hujumlari natijasida Qatarning suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatining 17% ni 3-5 yilga ishdan chiqardi. Reuters. Arab davlatlari Isroilning Erondagi gaz koniga uyushtirgan hujumidan g'azabda. Wall Street jurnali. Arab davlatlari rasmiylari Qo'shma Shtatlarni Eronning energetika infratuzilmasiga zarbalarini to'xtatishga faol ravishda undab kelayotgan edi. Isroilning Erondagi Janubiy Pars gaz koniga hujumidan keyin esa arab siyosatchilari o'zlarini Tehronning zarbalari ostida qolayotgandek his qilmoqda, deb yozmoqda gazeta vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib. AQSh Senati Trumpning Eronga qarshi harbiy harakatlarni cheklashga qaratilgan ikkinchi qonunni rad etdi. Politico. AQSh Senatida prezidentning harbiy vakolatlari to'g'risidagi rezolyutsiya qo'llab-quvvatlanmadi. 47 nafar senator mazkur qonun loyihasini yoqlab, 53 nafar esa unga qarshi ovoz berdi, deb xabar bermoqda nashr. Demokratlar tomonidan ilgari surilgan hujjat Kongress roziligisiz Qo'shma Shtatlarning harbiy mojarodagi ishtirokini to'xtatishni talab qilgan edi. Eron futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etishini ma'lum qildi. Bu haqida Eron futbol federatsiyasi rahbari Mehdi Toj terma jamoaning Turkiyadagi yig'ilishi oldidan jurnalistlarga bergan intervyusida ma'lum qildi. Biz AQShni boykot qilamiz, ammo jahon chempionatini boykot qilmaymiz, dedi Toj. O'q-dorilar Ukrainaga yuborilmasdan o'z manfaatlarimiz uchun ishlatilishi kerak, dedi Pentagon rahbari. Endi ustuvorlik o'z ehtiyojlarimizga qaratilishi, yangi qonun loyihasi esa harbiy sohani barqaror moliyalashtirish va resurslarni tiklashni ta'minlash shart, deya qo'shimcha qildi Pete Hegseth. Pete Hegsethning boshqa bayonotlari. Yaqin Sharq va Yevropadagi noshukur ittifoqchilarimiz Donald Trampga faqat rahmat aytish kerak. Hozirda Eron Islom inqilobi quruvchilari korpusi yoki Basij rahbari bo'lish juda xavfli. Bu vaqtinchalik lavozimlar. Biz Eron va uning harbiy infratuzilmasidagi 7000 dan ortiq nishonlarga zarba berdik. Ommaviy axborot vositalari haqiqatni buzib ko'rsatmoqda. Yutuqlarimizni kamaytirishga va vaziyatni aslidan yomonroq qilib ko'rsatishga urinmoqda. Bu boshi berk ko'cha emas va abadiy urush ham emas. Biz ishonch bilan g'alaba qozonyapmiz va urushni o'z qoidalarimiz asosida olib boryapmiz. Eron o'nlab yillar davomida resurslarini odamlarga emas, balki raketalar, dronlar va proksi kuchlariga sarflagan. Bizning imkoniyatlarimiz oshib bormoqda. Eronning imkoniyatlari esa tez sur'atlarda qisqarmoqda. Eron hali ham javob berishga urinmoqda, ammo buni to'liq amalga oshira olmayapti. Biz bu amaliyotni kelajak avlod yadroviy qurolga ega Eronga duch kelmasligi uchun qilyapmiz, dedi Pete Hegseth. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy AQShning Eronga qarshi urushidan foyda ko'rmoqda va uni kelajakdagi mojarolar uchun o'rganmoqda. Nashrning yozishicha, Pekin Tayvan bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mojaroda olingan saboqlarni qo'llash bo'yicha AQShning harakatlarini diqqat bilan tahlil qilmoqda. Xitoy shuningdek Washingtonning resurslarini va e'tiborini Hind Tinch okeani mintaqasidan Yaqin Sharqqa yo'naltirishdan, Osiyodagi mavqeini zaiflashtirishdan foyda ko'rmoqda. Bundan tashqari AQSh arzonroq Eron dronlarining hujumlariga qarshi turish uchun qimmatbaho raketalar
va havo mudofaa tizimlari zaxirasini faol ravishda sarflamoqda. Bu ham Xitoyning foydasiga ishlaydi, deb ma'lum qildi Bloomberg nashri. Rossiya, AQSh va Ukraina vakillari o'rtasidagi muzokaralar pauzada, deb ma'lum qildi Kreml. Axios nashri ma'lumotlariga ko'ra, Tramp va Netanyahu birgalikda ishlamoqda, ammo ularning maqsadlari turlicha. Eronga qarshi operatsiya boshlanganidan beri Tramp va Netanyahu yaqin aloqada bo'lib kelishgan, ammo AQSh va Isroilning maqsadlari to'liq mos kelmaydi. AQSh raketa va yadroviy tahdidlarni bartaraf etishga, Isroil esa Eron rahbarlarini yo'q qilishga e'tibor qaratmoqda. AQSh Hormuz bog'oti uchun himoya qilib kelmoqda. Boshqalar hissasini qo'shsa yaxshi bo'lardi, dedi Donald Tramp. AQSh rahbari Donald Tramp bildirishicha, AQSh o'z manfaatlari uchun emas, balki barcha uchun Hormuz bo'g'ozini himoya qilib kelmoqda. Shu bilan birga u NATO va boshqa hamkasblaridan bu yo'lda ko'mak kelishini ham istagan, ammo ularning ko'pchiligi bunga qo'shilmayapti. Qo'shma Shtatlarning F-35 5-avlod qiruvchisi tarixda ilk bor havo mudofaa tizimlari hujumiga uchradi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi unga zenit raketa tizimi bilan zarba berdi. Uchuvchi samolyotni mintaqadagi bazalarning biriga favqulodda qo'ndirgani aytilmoqda. Rossiya AQSh sanksiyasini chetlab o'tib, Kubaga neft va gaz yubordi. Orol davlatga 27 ming tonna gaz va 100 ming tonna xom neft ortilgan kemalar kelasi hafta yetib borish kutilmoqda.